Jo'rajonlar, orzu qilganlar bormi? Bugun men sizlarga va'da berganimdek, New York shahrining yuragini ko'rsataman, ya'ni Manhattan. Let's go. Hozir men sizlarga ko'rsatayotganim Brooklyn tomonidan Manhattanning ko'rinishi. Mana shu Manhattanning boshlanishi. Wall Street ham xuddi mana shu tomonda, lekin Times Square uchun ancha ichkari kirishingiz kerak. Men ko'rayotgan ko'priklaring o'sha hamma odamning ustiga chiqib rasm tushiladigan Brooklyn Bridge. Amerika tarixidagi birinchi qurilgan eng katta bridge. Eslaganlar bormi? Mustaqillik haykali. Shundoqqina Manhattanni ro'parasida. Multfilmlarda Manhattanga qo'shilib turgandek ko'rsatishadi. Aslida bu Adenli orol. Bu yerga borish faqat kemadan foydalanib u yerga o'tishingiz mumkin. Mana o'sha sizlar kutgan Manhattan. Let's go. Good. Take it. Yeah, I will. I said now, onward. New Yorkdagi eng yomon narsalardan biri bu svetoforlar. Siz Brooklyndan Manhattangacha agar mashina bilan kelsangiz, taxminan 1,5 soat vaqtingiz oladi. Shuning uchun ham maslahatim, qachondir kelsangiz, albatta metrolardan foydalaning. Talabga javob bermaydi, lekin albatta vaqtingizdan yutasiz. Sizlar bilan gap holding store'ga kiramiz. Kiyim olgani. Nima deysizlar, shulardan birortasini giveaway qilib unchalik qimmat emas, around $50-60 turadigan kiyimlar. Sizlar ko'proq nimalar yoqadi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, shunga qarab balki giveaway qilib. Sizlarga shunchaki hech narsa sovg'a qilib beraman. Agar ozgina qimillab pul ishlamoqchi bo'lsanglar, Manhattanga kelaverasizlar. Ozgina tomosha uchun odamlar pul beradi bu yerda. All right. Jo'rajonlar, orzu qilganlar bormi? Bilaman ko'pchilikka orzu qilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz yaxshi niyatlarni. Albatta bu oilada yaxshi niyatlar amalga oshadi. Albatta ishonaman, sizlar bu videoni qo'llaysizlar, bu videoga like bosib qo'yinglar va bu videoni New York orzusida yurgan do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Qani ketdi.